O'zbek nonlari tarixiga yuzlansak, o'zbek novvoylik san'ati uzoq davrlar davomida asrlar osha shakllanib kelgan. Ko'p asrlik tajriba xamirdan ko'pgina mahsulot turlarini kashf etilishiga olib kelgan. Masalan, Samarqandning o'zidagina faqat non mahsulotlarining noni osiyoyi, noni po'lati, noni zargaroni, noni tafton, noni obaki, noni ko'laboki, noni zaboni gav, noni taroqi, noni hazzin kabi ko'pgina turlari bo'lgan. O'rnatilishiga qarab tandirlar devor tandiri yoki yer tandiriga ajratilgan. Kunjutli va sedanali non ko'pincha to'y marakalarda yoki bozorga atab yopilgan. Obi non singari pishiriladigan go'shtli yoki jizzali non ham keng tarqalgan. Aytish joizki, o'tmishda dehqonlarning sevimli noni bo'lgan zahorani ba'zan kambag'al noni deb ataganlar. Sevimli non turlaridan biri bo'lgan patir Farg'ona vodiysi va Toshkentda o'rtacha doirasimon, Xorazmda katta yupqa doira shaklida yopilgan. Qashqariy patir esa to'g'ralgan piyoz aralashtirib yopilgan. O'zbeklar va tojiklar orasida yana gijda non, qo'shaloq shirmoy, yog'li kulcha, ko'mach kabi nonlar ham pishirilgan. Janubiy O'zbekistondagi va Tojikistondagi o'zbeklar esa tovada yoki qizitilgan toshda non pishirib yeganlar.